Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Shokin. Bugun biz telefonda Java Minecraft o'ynaymiz. Albatta buni o'tkazishni ham o'rgataman sizlarga, buni ismini ham aytaman. Agar shu video tagiga 5 ta like yig'ilsa, albatta men shu o'yinning ismini aytaman va bularni qanday sozlash o'shalarni ham tushuntirib beraman. Kamsa o'yinga let's go. Mana shuni bosamiz. Va mana bitta o'ynab ko'rdim, o'tkazgandek. Va buni bosamiz, yozish shart emas. Kanalımızın o'yinga kirdik. Juda ham ko'p vaqt olgan kirishib. Juda ko'p emas-u, salgina ko'proq. Juda ham emas lekin. Hozir kirib qoladi. Hamma bularni ham bor, lekin buni kirishdan oldin mana shular paydo bo'lib qoladi. Agar GUI'ni bossanglar yo'qolib qoladi. Mana shunaqa xolos. Mana biz samonda paydo bo'ldik. Bunda men nima edi? Mana bu tuman yo'qotishni topa olmadim. Shunga shunaqa qilib oldim videoni. Mana ovozlari ham bor. Eshityapsizlarmi? Shunaqa ovozlar ham bor. O'sha ikkita daraxt bor. Juda ham oson bu o'yin o'ynash. Hali o'ynaganimda bir ham zombi ko'rmadim. Inventariga kiramiz va bularni barchasini olib chiqamiz. Bularni barchasini bu yoqqa qo'yamiz va verstak yasaymiz. Hamma bu yoqqa qo'yibman. Verstakni olamiz. Agar sizlar printni bosib tursangizlar, u mana shu narsalar yasab beradi. Mana print bosib tursak, mana shunday qiladi. Hozir mana shunday qiladi-da. Mana olasizlar, mana shunday qilib qaranglar. Olasizlar va print bosasizlar, yurgizasizlar. Shunday qilsanglar oladi. Mana shunday tahlobga yo'q. Shunda tursin. Bu ham tursin va bosamiz va verstakni qo'yamiz. Va biz endi birinchi bo'lib kirka yasaymiz. Xaloslar o'zimni ham birinchi marta o'ynashim. Hali boya topdim bu o'yinni. Keyin o'zimga juda ham yoqdi va o'ynadim, kanalimga chiqarsam deb, keyin sizlarga yoqadi deb o'yladim va chiqardim sразу. Telefon versiyasini ham topib beraman. Men kompyuterda o'ynayotganim yo'q, telefonda. Telefon versiyasini ham bu o'z telefon versiyasi, shuni o'yinni ismini aytaman va qanday qilib kirish o'shalarni ham o'rgatib beraman. Va har doim o'shani qilib kirasizlar, lekin hech narsangiz o'chib ketmaydi. Bu survivalning ikkinchi qismini chiqarishim ham mumkin do'stlar. Juda ham maroqli bo'lsa, agar sizlarga yoqsa, shu videodagi 15 ta like yig'inglar. 10 ta yig'ishlar kerak, lekin men buni o'rgatishim uchun 15 ta bo'lish kerak-da. Bularni olib chiqishimiz kerak. Va mana bularni sindirib olamiz. Java o'ynash juda ham qiyin ekan do'stlar. Bedrock telefon uchun yaratilgan, juda ham oson o'ynash. Mana barcha toshlarni ham olib bo'ldim. Ya'ni barcha emas, o'zimga yetarlisini. Va buni bu yoqqa qo'yamiz va bu yerdan topor yasaymiz. Cho'pni olamiz. Topor yasaymiz mana. Buni bu yoqqa qo'yaman, chunki uni yoqib yuboraman do'stlar. Va kirka. Mana shu ko'p qo'yalik bizga juda ham kerak bo'ladi xalqlar. Bosamiz va mana achivkalari ham xuddi Java'nikidek. Oson chiqib qoldi. Endi biz ko'proq daraxt chopamiz. Yo'q, men tunni muncha tez uchadi Java'da.
Ben olamiz. Yomon katta daraxt. Buni sindirish juda ham qiyin. Qani buni gradus qancha ekan? Yo'q. Bedrockdan past ekan, lekin buni sozlasa bo'ladi, lekin men sozlashni hali bilmayman. Hali birinchi o'ynashim. Hali kirishni zo'rg'atdan o'rgandim. Keyingi qismlargacha hali o'rganaman. Qani, yomon. Balandagi daraxtlarni olib chiqamiz mana. Yaxshi. Yo'q, do'stlar. Mana bunaqa narsa 8 oyoq. Yomon, bu yerdan qanday kelib chiqaman? Hammani. Bunga urib ko'raylik, do'stlar. Artening videosida o'rganda yo'q. Sizlar nima edi? Neft chiqarib ketardi. Bunda esa yo'q. Men urdim, lekin neft chiqarmadi. Tezroq uyqurishimiz kerak do'stlar. Bunda uyqurish uncha oson. Chunki tez daraxtlar to'planar ekanda. Daraxt sindirish juda ham oson ekan. Shuning uchun uyqurish juda ham oson. Menimcha hali unga olmos topish juda ham qiyin. Lekin bunda debugda bo'lsak, mana bunaqa narsalar ham bor ekan. Va tabda bo'lsak esa nima? 3 rodani bossak esa mana shunday ko'rsanglar bo'ladi. Xamir deb. Lekin bunaqa boshlamadim, chunki hali birinchi o'ynashim, shuning uchun sizlarga ko'rsatay dedim. Shuning uchun o'yinni kiradigan joydan boshlab ketdim videoni. Agar video yoqsa like bosib obuna bo'lib qo'ying do'stlar. Menimcha qiziqarli bo'ladi deb o'ylayapman video. Hali bunda ko'proq ishlar qilamiz. Skelet yaramas. Men qanaqa uraman uni? Skelet qani? Yo'q, men ovoz eshitilyapti. Hozir agar u meni topib o'ldirsa, men hech qachon do'stlar, ko'mir. Yo'q. Qayerdandir skeletni ovoz eshitilyapti. Nima bilan olamiz? Yo'q. Yo'q, creeper. Yo'q. Do'stlar, aytdim-ku, men o'ynashni bilmayman hali. Narsanga. Yo'q, do'stlar. Barcha narsamiz kuydi. Hozir men shu yoqqa borgan edim. Prindvest bosib turib uradi ekan, prindni bossak. Namuncha qiyin. Bunda hali monstrlarni yo'q qilib ham bilmayman. Nima bitta daraxt. Boyagi joy mana shu joylarda mana. Skelet turibdi. Mana. Tushamiz. Tezaman. O'lib qoldi. Nima? Yo'q narsalarim. Yo'q. Men o'ynashni bilmayman-ku. Monstrlar yo'q bo'lsa juda ham yaxshi bo'lardi. Hali men o'ynashni bilmayman, juda ham yoshman-ku hali. Mana bu do'stlar, toporimni qancha joni ketganiga. Shunda boramiz. Nima kirkami? Albatta bu bilan urib bo'lmas ekan. Mana shu zombi ovozi eshitildi. Yo'q. Namuncha tunishdi-yu. Yo'q, tunishmabdi. Tezroq qochishimiz kerak. Hali men zombilarni qanday kirib o'ldirishni ham bilmayman. Do'stlar, artefaktni videosidagidek qilib ko'rsam ekan. Uni biram qila olmayman-ku. Qaysidan 9 kirish kerak. Hali biz 0 yashayapmiz. Mana deydi bas qo'ydi.
Mana shunaqa qum. Qanaydi u loy. Ha, mana o'shanaqa loy. Bitta sargan chiqdi. Unga kiramiz. Tez kirishimiz kerak. Internet yapamiz va mana shu loy mana. Ko'proq loylisi bormi o'zi bu yerda? Yo'q ekan, shuning uchun mana shu loyning ustiga chiqib turamiz. Yo'qmi, loyni sindirmaymiz. Bu yoqqa blok qo'yamiz. Endi esa biz bu yerga chiqamiz. Bosamiz bu yoqqa. Bu yoqqa yo'qmi? Tushib qo'yish kerak ekan. Namcha gradus kichik. 2 blok ekan. Qani 9 qilishimiz kerak. Qaysin 9 qilish kerak? Hozir do'stlar men topib olay. Mana shu narsanimi? Menimcha D deganni 9 qilish, lekin men 9 qila olmayapman. Do'stlar, mayli deb qurib ketaveramiz. Chunki nima? Men hammani oldim. Qaniysa biz bularni olishni boshladik. Qani oxirgacha ko'rib ko'ramiz. Bedrockgacha, bedrockning yonigacha.